2026 Chevrolet Cobalt yangi avlod modeli sifatida byudjet va amaliy sedan segmentida muhim o'rin egallaydi. Ushbu avtomobil kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, tejamkorlik, ishonchlilik va zamonaviy texnologiyalarni birlashtiradi. Dizayn jihatidan Cobalt 2026 yanada silliq chiziqlar, keng radiator panjarasi va LED kunduzgi chiroqlar bilan jihozlangan. Old bamper sportiv uslubda ishlangan, yon tomondan esa aerodinamik shakl avtomobilga zamonaviy ko'rinish beradi. Orqa qismda yangilangan stop chiroqlar va ixcham bagaj qopqog'i joylashgan. Salon ichida qulaylik va funksionallik asosiy e'tiborga olingan. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi. Ichki materiallar sifati yaxshilangan, asboblar paneli esa raqamli displey va aniq ko'rsatkichlar bilan boyitilgan. Multimedia tizimi katta sensorli ekran orqali boshqarilib, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Bluetooth, USB va ovozli boshqaruv funksiyalari mavjud. Dvigatel qismida 2026 Chevrolet Cobalt tejamkor va ishonchli benzin dvigateli bilan taklif etiladi. Ushbu dvigatel shahar va trassada muvozanatli yoqilg'i sarfini ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'ziga mos uslubni tanlashi mumkin. Osma tizimi yumshoq sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham qulay harakatni ta'minlaydi. Boshqaruv aniq, rul tizimi esa shaharda manevr qilishni osonlashtiradi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Cobalt 2026 yetarli imkoniyatlarga ega. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS va barqarorlikni nazorat qilish tizimi standart tarzda taqdim etiladi. Orqa kamera, park datchiklari va shinalar bosimini nazorat qilish tizimi haydovchiga qo'shimcha ishonch beradi. Bagaj hajmi keng bo'lib, oilaviy sayohatlar va kundalik ehtiyojlar uchun yetarli joy taklif etadi. Orqa o'rindiqlar buklanishi orqali yukxona hajmini yanada oshirish mumkin. Ushbu model narx va sifat muvozanatini izlayotgan xaridorlar uchun ayni muddao. 2026 Chevrolet Cobalt oddiy parvarish arzon.